Assalomu alaykum, qadrli arab tili shaydolari. Bugun sizlar bilan 3-darsimiz sa harfi bo'lar ekan. O'tgan darslarimiz t va nun harflari bo'ladi. Arabiy nomlari nun, o'zbekchada n. Ana, ibn, babani degan yangi so'zlar. Keyingi harfimiz ta bo'ladi. O'zbekchada t harfi. Lug'atlari bint, banat, anta, anti. Rodlarda ham o'tdik. Jenskiy, murskiy rodlar. Endi bugungi harfimiz sa harfi. T harfidan farqli o'laroq bunda 3 ta nuqta bo'ladi, T'da 2 ta nuqta bo'ladi. Tepasiga 3 ta nuqta qo'ysangiz sa harfi. Yozilishlari deyarli T bilan bir xil. Xo'sh, lug'atlarini o'qisam. Asas, mebel. Asas, mebel. Asasat, mebellar. Asasat, mebellar. Isbat, isbot. O'zbekcha so'z bu. Isbat, isbot. Sabit. Sabit o'zbek tilidagi sobit. Arab tilidan kirib, bizda o'zlashtirilib qolib ketgan. Xo'sh, mana bu kitobdan foydalanishda, mana videodan agar foydalansangiz, siz videomizni o'zini ko'rib turib, aytgan so'zlarni yodlaysiz. Misol uchun asas, mebel, asasat, mebellar, isbat, isbot, sabit, sabit. Keyin bu harfga qaragan bo'lsangiz, s harfi-yu, lekin o'zbekni s-siga o'xshamaydi. Hali tili chuchuk insonlar bo'ladi, ya'ni yaxshi gapira olmaydi, harflar to'liq talaffuz qila olmaydi. Bu harf shu chuchuk harf. Ikkita tishimiz orasiga til kirib qoladi. Ya'ni ikki tish orasiga tilni ozgina kirgizib turib, bu harf talaffuz qilinadi. Ya'ni s-ni o'zi bas. Sa, s, ikkita tish orada jichcha tilni tishlab qoladi. Shunda mana shu harf talaffuz bo'ladi. Mana asas, asasat, isbat, sabit. Lug'atlarni yodlaysiz. Keyin mana shu yerda videoni to'xtatasizda asasni o'qiysiz. Asas nima degani edi? Mebel deysizda. Asasat, mebellar. Isbat, isbot. Sabit, sobit. Asas, mebel, asasat, mebellar. Isbat, isbot. Sabit, sobit.